ning qolgan umrlarini qo'shib berganini va albatta umr yo'llari xuddi otasidek go'zal davom etishiga biz astoydil tilakdoshmiz. Dasturimiz davom etadi. G'ayratbek, davom etadi emas, Yakunlaymiz. yakunlash vaqti keldi, afsuski. Bilasizmi, bizda hozir chiroyli bir qo'shiq yangraydi, yana xonanda Husanboy ijrosida. Husanboy Qosimov ustozlari haqida gapirishga shaylangan u shoshib qolib sahnaga chiqib ketganligi haqida aytganlar va fursatdan foydalanib ustozlari Murodjon Maniyozov va Adolatxon opa Rahmonovalarga katta minnatdorchilik bildirishini, mana shu ustozlar bilan faxrlanishini va bugun ularni ko'magi bilan unib o'sayotganligini juda ham bir hayajon bilan e'tirof etdilar. Keling, dasturimizga mana shu hayajonli onlarda Husanboy Qosimov ijrosidagi go'zal tarona bilan yakun yasasakda tomoshabinlarimiz bilan xayrlashib olsak. Muhtaram teletomoshabinlar, o'tib borayotgan daqiqalaringizni mazmunga boyitgan bo'lsak, biz demak o'zimizni vazifamizni bajarganmiz deb o'ylaymiz. Andijon telekanali dasturlari davom etadi. O'zingizni ehtiyot qiling. Sizga eng yaxshilarini ilinishda davom etamiz. Xayrlashmayman, oldinda eng so'nggi yangiliklar dasturi sizni kutmoqda. Yangiliklar dasturida uchrashguncha. Qani o'lsin bilan o'tgan o'shal damlar qani o'lsin bilan o'tgan o'shal damlar faqat qolganga o'xshaydi bu damlardan alam hamlar faqat qolganga o'xshaydi bu damlardan alam hamlar hey o'shal damlar desam eyvah sizi bu kiprigim namlar to'lib eyvah desam eyvah sizi bu kiprigim namlar hey o'shal damlar lahza bir fırsat o'shal damlar agar bir lahza bir fırsat o'shal damlar qani o'lsin bilan o'tgan o'shal damlar faqat qolganga o'xshaydi bu damlardan alam hamlar bilinmas biz bir kamlar ey o'shal damlar